Selamünaleyküm hammaga, aziz yurtdoshlar. Bizlar bugun do'konga geldik. Yevropada xudo xolasa hozir baholarni tushirib, hammasini qo'yishga harakat etamiz. Boricha Yevropa baholari. Tak, bizlar hozir birinchi boshlashimiz kartoshka. Shuning kartoshka sal me'daroq ekan. 49 sent ekan. 49 sent. Земляки de baskıtlama. Tak, ben yine kartoşka aldım. Tak, piyazımız. Piyazımız. 89 sent. Принципе, нормальный bakalım. Bananımız aytama. 1,59 sent. Bananımız. Tak, bulan nasıl ölçümüz. Şimdi monitor. Так, пакетик. Да. Че oldu? 2.34. 2 euro 34 sent. Geçişkemizi ölçeceğiz. Так. $98 sent. Başta 2 kilo alıveramiz. Bazarat ekan. 1,27 sent ekan. Bo'lgan shokolad, Milka va boshqa nalar Slovatskiy brendlar. Milka. Batonчик deymi, nima deydi? 535 sent. Bular hammasi Milkalar 535 sent. Mana bunda kichiklar bor ekan. 195 sent ekan. Shundaki o'zbekcha soma hisoblab ko'rasizlar. Ish mazolı shokolad. Eng mazolı shokoladlardan shu. Shokoladlarni keyin bahosini chiqaramiz, aytamiz, YouTube'ga qo'yamiz. Xudo xolasa. Hozir menga kerak bo'lch makaron. Makaron. Shunga neda makaron kerak, mana shu tayyorlashim. Tamam. Так, makaron brend Koflanskiy. Так, yok bu 59 sent idi. 59 sent normal makaron. Bu şorva gitadi. Suyuqqina bo'lib ketadi. Так, keyingi tomatimiz, bu tomat uncha emas. Bundan yema, bundan yemayman. Bunun içinde hamma o'zi bor. Zelen, pelin hamma o'zi bor. Bu 1,78 sent bo'ldi. Xudo xolasa, keyin oxirida ko'ramiz necha so'mlik soda bo'lganda. Так, bu banka. Bu marinovani 1,39 sent. Nova aksiya bo'lsa, shunday turib o'rta yo'lda ko'p qo'yadilar. Так, необычный o'qata ko'rsatadigan yog'imiz. O'zimiz nima deydi? Ko'rib yeydigan yog'. Так. Bu 3,29 sent ekan. Слишком qimmat. Şu yakalama 299 sent ekan.
Так, грудинка. Kilosu 5.39 sent. Так, 5 euro aslında olib chiqadi. Так, yine go'shtlar. Go'shtlar makoni bu. O induşki. Yine. İnduşki. Так. 683 sent. Günlükdeki kırmızı go'sht. Kısaca işini aksiyon nivazlarını qidirib topsanızlar bo'ladi. Yevropada biz aksiya sotib olsanızlar qimmatga tushasizlar. Yodimmadan go'sht. Tavuk go'shti. Sosiski. 1.97 sent. Нормальный. Так, do'stlar, biz hozir xarajat qilib chiqdik. Polni hammasi bo'lib 22 euro 05 sent bo'ldi. Endi hamma o'zini qarab, nodiydi xarajatini aytadi, ishlasini qarab. Ben prosto hozir sal ekonom etdim, ish hali tushmadik. İnşallah qimmat o'zini yeymiz biza. Like bosing, abone bo'lin. Yevropada xarajatlarni, produktlarni narxini O'zbekiston bilan solishtirishni boshladik.